Ma'lumki, soliq idoralariga har chorakda majburiy raqamli markirovkalanishi lozim bo'lgan mahsulotlarning chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan soliq tekshiruvlarini amalga oshirish vakolati berilgan. Viloyat miqyosida bu borada soliq inspeksiyasi tomonidan ham salmoqli ishlar olib borilmoqda. Namangan viloyat soliq idoralariga 2025-yilning o'tgan davri mobaynida soliq hamkor mobil ilovasi orqali kelib tushgan fuqarolar murojaatiga asosan jami 966 tekshirish o'tkazildi. Mazkur o'tkazilgan tekshirishlarning 42 tasi aynan tamaki mahsulotlarini savdo qiluvchi tadbirkorlik subyektlarida o'tkazilgan va tekshirish natijasida ularga tegishli bo'lgan jami 318,8 million so'mlik tamaki mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olingan va ularga nisbatan 172,5 million so'mlik moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. To'plangan materiallar va hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tegishli qonuniy tartibda ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Namangan shahrida tamaki mahsulotlari savdosi asosan Sardoba bozorida amalga oshiriladi. Namangan viloyati soliq boshqarmasi ogohlantiradi. Siz savdo qilayotgan do'konlarda, rastalarda, besetkalarda, yo'laklarda tamaki mahsulotlarini tarqatish, bozor hududiga olib kirish va savdoga qo'yish qat'iyan taqiqlanadi. Bu yerda shunday faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. Bizning sigaretlarimiz aksiz markali, noqonuniy sigaretlar, kontrabanda sigaretlar biz sotmaymiz. Hop, kontrabanda sigaretlar markasi bo'lmaydi. Uni tarkibida qanaqa moddalar borligini biz bilmaymiz. Odamning organizmiga qanaqa ta'sir qilishini ham bilmaymiz. Bizda hop markali sigaretlar bor, davlat standartiga javob beradi. Bez marka kontrabanda sigaretlarni iste'molchilarga biz tavsiya bermaymiz sotib olishga. Mana aksiz markali, mana oldida ifodalab qo'ygan rasmini, QR kodlari va aksiz markasi hammasi bor. Milanoda parlament sigaretlarda ham shunaqa. Ken 8, S-Change import mana aksiz markasi. Hammasida QR kod, hammasida bor. Biz ijodiy guruhimiz bilan bozor va uning atrofidagi ko'chalardan birorta markirovkalanmagan mahsulotlarni topa olmadik. Bunga soliq inspektori izoh berar ekan, har oyda bozor va mahalla hududida uzluksiz tezkor tadbirlar o'tkazilib, qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib kelishini aytdi. Huquqni muhofaza qilish organlari bilan tezkor tadbirlar o'tkazib boramiz va ushbu tezkor tadbir davomida Sardoba bozori hududida va Sardoba mahalla hududi atrofidan 110 pachka miqdorida tamaki mahsulotlarini noqonuniy ravishda sotayotgan fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, maxsus do'konga tamaki mahsulotlarini topshirtirib, vaqtincha saqlab turish uchun topshirdik. Fuqaroga nisbatan dalolatnoma rasmiylashtirib, tegishli tartibda qonuniy chora ko'rdik. Eslatib o'tamiz, soliq kodeksiga ko'ra alkogol va tamaki mahsulotlari bilan noqonuniy savdo qilish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima belgilashga sabab bo'ladi. Bundan tashqari tovarlarni identifikatsiya vositalari orqali majburiy raqamli markirovkalash qoidalarini buzganlik uchun oxirgi hisobot choragida olingan sof tushumning 2% miqdorda jarimalar qo'llaniladi. Umuman olganda tamaki kontrabandasiga bojxona, prokuratura, soliq organlari yoki boshqa mutasaddi tashkilotlargina qarshi kurashmasligi kerak. Sababi xohlaymizmi yo'qmi, tamaki iste'molchilari jamoatchilik vakillari hisoblanadi. Shuning uchun jamoatchilik nazoratini ham kuchaytirish samarali yo'llardan biri bo'la oladi nazarimizda. Biz ushbu lavhamiz orqali tamaki iste'moliga undamoqchi emasmiz. Oramizda tamaki chekuvchilar ko'plab topiladi. Ularga esa buni mutlaqo taqiqlash imkonsiz. Shuning uchun ularga noqonuniy yo'llar bilan yurtimizga kirib kelgan aksiz markasiz sigaretalarni iste'mol qilib, sog'liqlariga yanada ko'proq xavf tug'dirmasliklarini so'raymiz.